Assalomu alaykum o'rgilaylar. Sizlarga yana bitta legendani top qo'ydim. Rangi qap-qara, elegantidan dadajon. Yotgan moshincha, buni aftini tomosha qilinglar, aftini ko'ringlar buni. Moshincha GBO rangi qara. Moshin pachka, radnoy. Yangigina. Lasetti 1.8 ni qo'yganimni qimmat deganlar uchun ana yangi Gentra beradi deganlar uchun motorxonani qarang, motorxonani ABS, PABS hamma narsasi bor edi. Moshincha polni pachka bo'lib turibdi. Ichkarilarini ham ko'rsating, keling. Elegant plyusidan ekan bu. Polni shashonchalargacha qizib tashlaydi hamma joylaringiz. Arqalarini ham ko'rsating, arqalarini. Keling, arqalarini ham ko'rsating. Belgilaylar, kimga narxi qiziq bo'lsa, narxini 16.900 deyaptilar egalari. Yana bir nima barakasiga tushirib beramiz deyaptilar. Buni 17.5, 18 bizga unaqa narxlar yo'q. Kelishib egalari bilan gaplashib 16.900 deb qo'ydik. Bir nima barakasiga o'tib beralar. Luk, puk, ABS, MABS, airbag, hamma moshin elegant plus, luklik. Moshincha tinqicha, kelasiz, olasiz, ketasiz dadajon. Buni tekshirishni hojati yo'q, yangi masla moshin. Kimga qiziq, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Like patishga bo'lsa esdan chiqmasin, o'rgilaylar.